Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan qishga achchiq salat yopamiz. Menda bunaqa qalampir. Sizlarda agar dunganskiy bo'lsa ham вообще zo'r bo'ladi. Endi dunganskiy yo'q ekan, o'shaning uchun men bunaqasini oldim. Bilmayman buni sortda nima deyiladi. Xullas, bismillah deb salatimizni boshlaymiz. Birinchi o'rinda pomidorimizni мясорубка или blenderdan chiqarib olamiz. Pomidorimizni qaynatishga qo'yamiz. Pomidorimiz qaynagancha biz qalampir bilan ishimizni davom ettiramiz. Endi qizlar qalampirni tozalab olamiz deydimi? Mana bu dumi bor-ku. Shunda olasiz, shunda kesasiz. И всё. Mana shunday qilib. Agar mana bunday qurigan joylari bo'lsa ham, bunday kesib tashlasangiz bo'ladi. Men kesib tashlayman. И всё, bunday qilib o'tamiz. Endi chesnokimizni kesib olamiz. Mana videoda ko'rinib turgan chesnokni soldim, kolичествоsi. Tak, to. Yarim oy deydimi, buni nima deydi endi. Bunday qilib kesib olamiz. Tak qizlar, mana tomat qaynadi. Qaynab chiqqandan keyin 10 minut qaynadi tomatim. Endi boya to'g'ragan qalampirlarimizni solib olamiz. Чеснок, tuz, shakar и yog'. Hammasini grammini videoning tagida yozib qoldiraman, xudo xolasa. И buni yaxshilab aralashtiramiz edi. Tak. Yarim soat qaynatamiz qizlar. Shunday bang'illab qaynashi kerak emas, normal, аккуратно, такой средний bo'lib o'rtacha olovda qaynashi kerak. Ora-orada bunday aralashtirib turasizlar. Mana qizlar, qalampirlarimiz qaynadi, yarim soat. Ko'rganinglardek yumshadi, lekin ezilib ketgani yo'q. Hech ham xavotir olmanglar. Shunday cho'tki bo'lib pishyapti, xudo xolasa. Endi bunga уксус solamiz. Yana 15 minut qaynatamiz. Qizlarjonlar, xudo xolasa salatimiz pishdi. Endi sekin-sekin bundoq qilib bankalarimizga yo'q bo'lamiz. Endi hidini yetmaysizlarmi qizlar? Mana qizlar ko'rasizlar, ezilib ketgani yo'q, pyure bo'lib ketgani yo'q, dabdala bo'lib ketgani yo'q. Вообще hozir yopib ko'rsataman aytib. Mana qizlar salatimizni yopib tashladim. Ko'rib turganinglardek, mana jonli bo'lib, chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Qizlar, ta'mi вообще dahshat, вообще dahshat. Shuni mazza qilib yeysizlarda qishda, shunday ishtahani ochadigan. Voy, любой ovqatni yonida qishda prям zo'r ketadi, xudo xolasa. Keyin bitta maslahat aytib o'tmoqchi edim. Men bu tuzini tatib ko'rayotganda issiq payt emas, bunda alohida bunday piyolachagami, bunda olinglar-da, sovigandan keyin yeb ko'ringlar. O'shanda tuzini точно tushunasizlar. Baribir qishda sovuq qilib yeymiz, issiq qilib emas. Xullas, mana yana bitta retsept. Hammaga rahmat. Просмотр, like, поделиться qilsanglar juda ham xursand bo'lardim. Podpisatsiya qilinglar. Xudo xolasa yaqinda bodring salatini ham qo'yaman qishga. Hammaga rahmat.